Protek 20 badimizni kapsulada suyuq holatda ham bor. Buni bu Protek 20 badimiz sostavida vitamin C, kurkuma, frantsuzskaya sosna, ekstrakt uzum danagini ekstrakti va sosna primorskaya bor. Bu mahsulotlar insonga, ya'ni antioksidant, immunitet oshiruvchi, protivirusniy, gepatit C va Covid kasallarida yordam beradi. Ya'ni Coviddan keyin organizmni восстановить qilishga yordam beradi. Bo'g'im va mushaklardagi og'riqlarda markaziy nerv sistemasini himoya qiladi. Temperaturani tushiradi, ya'ni issig'i bo'lsa issig'i tushiradi. Yurak kasalliklarida, pochka kasallarida, hazm qilish sistemasida, allergiya kasallarida, jigarni tozalaydi, qonni tozalab, qon aylanishini yaxshilab beradi. Shuni hisobiga juda ham ko'p kasalliklarga yordam beradi. Eslash qobiliyatini tiklaydi, saxarni normalizatsiya qilib beradi va o'pkani tozalab beradi. Suyug'ini, Protekka suyug'ini 5 milligramdan ovqatdan keyin 2 mahal ichasiz. Kapsulasini bitta kapsuladan ovqatdan keyin 2 mahal ichsa bo'ladi. Bolalarga 11 yoshdan keyin ichish mumkin.